Navro'z olam yangilanish fasli. Bahor, qo'shaloq bayram. Kechani hayit edi. Bugun ikkinchi hayit. Bugun kunga shanba 21-mart 2026-yil. Qo'shaloq bayram, ham hayit bayram, ham Navro'z bayram. Barcha mo'min musulmonlarga, shu qatori siz va bizga muborak bo'lsin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida 2 dona arzon sinaqda yosh mollarni e'tiborlarga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa, akalar, ukalar, opa-singillar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'z fikr-mulohazalarini bildirishlarini so'raymiz. Musofirdagi ukalar sog' salomat bo'lsin. Baxtimizga ota-onamiz, onalarimiz, yosh ulug'larimiz sog' salomat bo'lsin. Doim duogo'y bo'lib yurishsin. Videoni ko'p cho'zimiz, qisqa va lo'nda ma'lumot beramiz akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, o'zimizning xonadondan. Telefon nomerlarini hozir aytib o'taman. 77lik 311 6009 ga aloqa qilib ko'rasizlar. Ismim Iqboljon. O'zimizning xonadondagi mollar, sinaqda, ishonchli, yosh mollar. Xudo xolasa bolasi zo'ridan degan ekan. Bolasi xonajincha birinchi bolasi tushjon o'rtasiga. Tishlari 2 kurak, bo'yi 1.20-25 atrofida. 7 litr suti bor. Bolasi xonaji 13 kunlik, 2 kurak mol. Rasa yuvosh, ishonchli sinaq tamom. Mana yuvoshlarni ko'rsatib o'taman. O'ng chap orqa oldi tanlamaydi. So'skalari anasa yuvosh, 6,5-7 litr sut berib turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, 25 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Imogacha bor musofirdagi ukalar uchun. Aloqaga chiqib bir hafta sinaqdasi bor. Nima sinaqda deganlarga, yemasa, ichmasa, ussa, tepsa, o'zini o'zi emsa, kimsoqsa sodirmasa, kasal nuqsoni bo'lsa, kimdir uyingizga borib bu mol o'g'illig'i edi, meniki edi, o'g'illab sotib ortilsa ham mol meniki behijolat. Aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Bu jonivor nima deyapti? Go'zallik dunyoni qutqaradi deydi-ku. Shoxlarni qarang. Kirasatami? Mashalloh deb bittadan kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin. Mana bolasi. Bir haftalik bugun. Bu chiroqlig'imizni ma'lumoti 4 kurak, birinchi bolasiga bo'ylari 1.25. Yelinlar qarang. Bokmisan bok. Mana tutamlar. Yuvoshlarni aytasizlarmi? Ana yuvoshlarni. To'ru tutam ishlashiga, yeb ichishiga, tan jon sog'ligiga, o'zini o'zi emmasligiga, yotgani turgani bachadan chiqmasligiga javob beriladi ekan. Sifati a'lo, mana bolasi. Bembi. Bo'ylari 1.25. Buni ham sinaqdasi bor, sinaqdan o'tgan mol. Bir hafta davomida aybi chiqsa mol bizniki. Narx-navosi kimdir qo'lida 33-34 million, bizning qo'limizda 29 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yuvoshligi, to'ri tutam sog'ligi, hamma narsasi garantiya beriladi. Mana mol tepa tomondan ko'rinishlari, mana orqa tomondan ko'rinishlari. Yana qaytarib o'taman, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida. Videolarimiz yoqsa, qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bo'lib, bittadan like bosib, do'stlaringizga podilsa qilib ko'rasizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha, Xudo xolasa doimiy sizlarga arzon mollarni e'tiborlarga havola qilib ko'rsatib o'tamiz. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammalarga sog'lik, salomatlik tilaymiz, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.